Odamlar vaqtdan qo'rqishadi. Vaqt esa Misr piramidalaridan. Miloddan avvalgi 2600-yillar. Qadimgi Misrda insoniyat tarixidagi eng sirli qurilish boshlandi. Bu Giza piramidalari edi. Misr firavonlari o'limni yakun emas, yangi hayot boshlanishi deb hisoblashgan. Ularning e'tiqodiga ko'ra, ruh abadiy yashashi uchun tana saqlanib qolishi kerak edi. Shu sababli firavonlarning jasadlari mumiyolanib, ulkan piramidalar ichidagi yashirin xonalarga joylashtirilgan. Eng mashhur piramida Xeops piramidasi. U dastlab 146 metr balandlikda bo'lgan. Bu inshoot qariyb 4500 yildan beri saqlanib turibdi. Tarixchilarning yozishicha, qurilish taxminan 20 yil davom etgan. Piramidani barpo etishda 2,5 milliondan ortiq tosh blok ishlatilgan. Har bir blokning og'irligi o'rtacha 2,5 tonna edi. Qirollik xonasidagi ayrim granit bloklari esa 80 tonnagacha yetgan. Toshlar Nil daryosi orqali maxsus qayiqlarda tashilgan. Keyin yuzlab ishchilar ularni yog'och chanalarda sudrab, qurilish maydoniga olib chiqqan. Piramidaning har bir tomoni dunyo tomonlariga nihoyatda aniq yo'naltirilgan. Bu aniqlik hatto zamonaviy olimlarni ham hayratda qoldiradi. Qizig'i shundaki, piramida ichida yozda salqin, qishda esa iliq havo saqlanadi. Ichki yo'laklar esa qaroqchilardan himoya qilish uchun ulkan toshlar bilan berkitilgan. Bugungi kungacha ayrim yashirin xonalarning ichida nima borligi noma'lumligicha qolmoqda. Giza hududidagi yana bir mashhur yodgorlik Sfinks haykali. U Fir'avn Xafra davrida qurilgan deb hisoblanadi. Haykalning uzunligi 70 metr, balandligi esa qariyb 30 metr. Bugun ham olimlar bir savolga aniq javob topa olishmagan. Qadimgi misrliklar bunday ulkan inshootlarni qanday texnologiya bilan qurgan?